Buni o'z ko'zlaringizdan ko'rmaysiz, afsus. Islom sivilizatsiyasi markazidagi eng go'zal nuqtalardan biri. Bismillah. Allohu akbar. Islom sivilizatsiyasining markazining eng go'zal gavharlaridan biri. Kelishinglarni tavsiya qilaman hamda o'zimizning tarixni o'rganib, shodlik kelib, Amir Temur avlodlari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlari ekanligingizga faxrlanib yurish hammaga nasib qilsin. Something to happen to me. Maşallah. Bilinglar bu kava po'sh prezidentimizga sovg'a qilingan kava po'sh. Eng katta nusxalardan biri. Nothing in life is free. My Lord, show me right from